Assalomu alaykum aziz arab tili shaydolari. Biz sizlar bilan birgalikda Manhajul Alamiya kitobini o'qib tarjima qilayotgan edik. Oxirgi o'qib tarjima qilgan dialogimiz bu Aisha bilan Nurning suhbati edi. Endi shu suhbat yuzasidan uni pastida mashq qilib bergan ekan. Shularni to'ldiramiz. Endi avvalan imla'il bayonatil ati, quyidagi bayonotlarni to'ldir deyapti. Demak, Aisha haqida ma'lumot berar ekanmiz. Mana shu dialogga ozgina qarab olamiz. Aisha qaysi davlatdan edi? Davlatni yozar ekanmiz. Demak, u Misr davlatidan, Qohira shahridan edi. U kim bo'lib ishlardi? Muallimatan. Muallim, ya'ni o'qituvchi bo'lib ishlardi. Demak, makanil a'mali dirosati. Uni ishlash joyi qayda edi? Madrasa, maktabda. Endi Nurniki, Nur Suriya davlatidan edi. Dimashq shahridan toliba, ya'ni talaba edi. Talaba qayerda? Jamia, ya'ni universitetda. Qani endi shu yerda o'tilgan so'zlarni mashq qilib ko'ramiz, arabchasiga aytib ko'ramiz. Sizlar ham urinib ko'ringlarchi. Demak, Aishani aytadigan bo'lsak, Aisha min Misr, madinati Qohira, hiya muallimatan fil madrasa. Endi Nur hiya min Suriya, madinati Dimashq, hiya talibatan fil jamia. Demak, ancha so'zlarimiz yaxshilanib qoldi, lug'atlarimiz ko'payib qoldi. Sekin-sekin shularni qo'llashni o'rganib olamiz. Xo'p. Thaniyan, ikkinchi mashq. Ikkinchi mashqimiz ixtaril kalimata g'aribata min kulli majmu'atin. Demak, barcha majmuadan begona so'zni top deyapti. Demak, birinchi mashqda al-funduq mehmonxona, al-Qohira Qohira davlati, Dimashq Quddus. Demak, bu yerda begona so'z funduq mehmonxona. Hop, ikkinchi mashqimiz jamia universitet, madrasa maktab, mat'am taomxona, mahad. Demak, bu yerda qaysi so'z g'arib, ya'ni begona? Mat'am taomxona. Endi uchinchi mashqimiz ya'ni kishilik olmoshlarini keltirilibdi. Ana men, anta sen, huwa u.